Hurmatli doktor Abdullayev, qanday qilib yoz faslini ko'tarinki immunitet bilan yaxshi kayfiyatda o'tkazishimiz mumkin? Yoz fasli aynan immunitet tushib ketadigan fasl bo'lgani uchun bu yerda Ayurveda tabobatda juda ko'p o'ziga yarasha tavsiyalar berilgan. Nima uchun immunitet tushadi? Nimaga inson hosillik bo'ladi? Nima uchun? Mana shu savollarga oldin javob berib o'taman. Nimaga desa, mana tashqi issiqlik, ya'ni quyosh energiyasi juda kuchli inson tanasiga ta'sir qilgani uchun insonning ichki organizmdagi metabolizm jarayonlarida va ularni har xil organlarni boshqaruv sistemalariga sarflanadigan olov energiyasi organizmni sovutishga ham sarflanadi-da. Ya'ni oshqozon, ichak hazm qilish olovi. Mana shu olovni tarqab ketgani uchun ichakni o'zida hazm qilish olovi susayib ketib, appetit bo'lmay qoladi, normal ovqatlanmaymiz, ovqatlansak ham hazm bo'lmaydi, ya'ni tranzit bilan o'tib ketadi tualetga, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun Ayurvedada aynan mana shu yoz faslida qanday ovqatlansak mana shu olovni saqlab qolamiz, qanday yashasak shu olovni saqlab qolamiz, qanday amallarni qilsak o'zimizga shunaqa kuch orttiramiz degan tavsiyalar bor. Birinchidan, appetit yo'q bo'lib ketgani uchun ko'pchiliklar mana shunaqa sovuq, salqin ichimliklar, meva-chevalar, salatlar, suv ko'p ichish holatlari kuzatiladi. Bu aksincha juda yomon ta'sir qiladi. Uni me'yorini ushlash kerak. Ya'ni cherizchur ko'p sovuqlik narsani iste'mol qilmasdan och bo'lgan paytda mosh, chichivisa, har xil mana shunaqa dukkakli nimalari, dandunli mahsulotlarni suyuqroq qilib, ozgina achchiq qo'shib, ishtahani ochadigan qilib ovqatlanish kerak. Suyuq bo'lsa, achchiqroq bo'lsa, ishtaha ochiladi. Ana shunda o'ziga inson oladi ozgina mikroelement vitaminlaridan. Appetit yo'q bo'lsa ham ichsa appetit ochiladi-da. Sekin o'rgatadi inson shunaqa. Shuning uchun har kuni ovqatlanish kerak, ya'ni dandunli mahsulotlar. Sovuq suvlarni ko'p ichmasdan tanani yuvinish hisobiga sovutish mumkin. Ko'pchilik faqat og'zidan tiqaveradi sovuqlikni. Bu yomon narsa. Bu o'ldirib tashlaymiz ichki olovni. Shuning uchun tashqaridan sovutish hisobiga ertalab yugurib shug'ullanish, kunduzi sovuq suvlarga tushib turish, masalan. Miyota, limon, sovutuvchi, mana shu adovanch deydigan kurkuma, fenxel, ya'ni arpa badiyon, mana shunaqa ziravorlarni ishlatish hisobiga ham organizm soviydi. Mana shu tavsiyalar bilan birgalikda biza quyoshda kamroq yurish, kunduzi aynan 11 gacha yurish mumkin, 11 dan soat 3 gacha quyoshga chiqmanglar degan tavsiyalar bor yoz kunlari. Juda qattiq ta'sir bo'lgani uchun. Mana shunaqa tavsiyalarga amal qilsak, boshlanishiga yaxshigina natija beradi yozda.